Aildə Chonyangoni maң oxşaş itib yap-yapına təm tılыңızlam qaldı. İtisulu intayın addi birlik gözünüz ügün olalaysiz təmi kep ketmeydi. Bunu qanaqattim ki qınamız birlik ügünəyli. Chomifin qamaraq dostlarımız bir raqamını, Chonyango qamaraq dostlarımız iki raqamını besip qoyunlar. Qanchalik dostlarımız amaraq ki birlikdə görüp baqaylı. Avval videoda ko'rsatgandek to'qning mayda go'shti, chingsay, samsaq, so'ng piyazlarni to'g'rib olamiz. May qizgandan keyin to'q go'shtini silib 2 minut atrofida qo'rib olamiz. Undan keyin so'ng piyaz, samsaq, qiyizlarni silib qo'raymiz. Undan keyin cho'ng ustamning niango tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi bilan niango asanglar tetitqis ichidan birga chiqadi. Cho'ng niango qamroq do'stlarimiz bir yeb tetib yaqinlar ta'mi kep ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Bulan bir ishga qo'rib etgandan keyin muvofiq miqdorda suv qo'yib olamiz. Suvni bakcha qo'yib etmaymiz. Undan keyin tuz ta'min tetib olgandan keyin chingsay, do'yalarni silib etamiz. Undan keyin niangoni solamiz. Cho'ng ustamning niangosini oldin ola suv silib pishirib olishning hojati yo'q. Sayning ustiga bevositalam qo'ysak, tam singishib kirib ajoyib pishlik bak o'xshaydi. 2 minutlam qaynatamiz, pishib ketadi. Muşunun o'xshash oil taomlaridan 60 xil dars tayyorladim. Faqat 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiyasi nomer shu. Chonyangoning o'xshab ketganiga uydagilar yeni bam deb turib yeb ketdi. Ustiga ozroq qo'rg'on kunjit sepib atgandim. Texmi yeyishlik bek o'xshabdi. O'rganib oldingizmi? Qinamisiz metib sinab yiqing.